Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar. Do'stlar, kimning burni ichki devorda sezuvchanlik yuqori, nafas olganingizda sovuqlik his qilyapti va gaymar og'riydi, og'riq beradi, bitib qoladi buruna, oddiygina yechimi bor. Mana orqamda turgan kashtan daraxti va uni mevasi do'stlar. Diqqat bilan ko'ring. Xullas o'rtoqlar, shu ko'rib turganingiz, ya'ni kashtan yong'og'ini qobig'idan tozalaysiz, ichidagi oq mag'zini olib, bir kun yoki 2 kun suvga ivitib qo'yasiz. Va shuni burun ichiga mo'ljallab, somoncha shaklida to'g'rab, kechga uxlar chog'ingizda tiqib qo'yasiz. Nafas olganda ichkariga ketib qolmasin. O'zi tushib qoladi 1-2 soatdan keyin. Shuni 5 kun yoki 10 kun takroriy qiling. Burun ichki qavati shilliq pardasida yuzaga chiqib qolgan venöz qon tomirchalarini ichkariga kiritib yuboradi, sezuvchanligini kamaytirib, gaymartni kamida 50-60% davolashda yordam berishiga Xudo xolasa foyda qilishi mumkin ekan. Karislarning retsepti. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Xayr, asosiysi o'zida asrang.